Dunyodagi eng ko'p sotilgan telefon va smartfonlar top 5. 5-chi o'rinda Apple'dan iPhone 5s modeli 2013-yilda texnologiya bozoriga ultra tovushli barmoq izi bilan kirib kelgan ilk smartfon bo'lgan. Ushbu smartfon hozirgi kunga qadar 70 milliondan ortiq sotilgani ma'lum qilingan. 4-chi o'rin 1999-yilda ishlab chiqarilgan model bo'lib, Nokia 3210 hisoblanadi. Hozirgi kunga qadar taxminan 160 million dollardan ko'ra ko'proq sotilgan. 3-chi o'rinda yana Apple iPhone 6 va 6 Plus modellari bilan hozirgi kunga qadar umuman olganda 220 milliondan ortiq birlikda sotilgan. Bu ularning smartfonlar ichida alohida o'ringa qo'ygan. Katta ekran, zamonaviy dizayn, keng tarqalgan bozorlarga chiqishi bilan juda ham ommalashgan. Ikkinchi o'rinda o'z paytining legendasi bo'lgan Nokia 1110 modeli 2005-yilda chiqarilgan telefon yana bir oddiy model hisoblanadi, lekin oddiyligiga qaramasdan bugungi kunga qadar hisoblasak 250 milliondan ortiq sotilgan. Birinchi o'rinda esa Apple ham, Samsung ham, Xiaomi ham hech biri emas. Yana Nokia o'zining 1100 modeli bilan 2003-yilda taqdim etilgan oddiy bar shaklidagi telefon umuman olganda 250 milliondan ortiq sotilgan va tarixdagi eng ko'p sotilgan telefon hisoblanadi. Qo'shimchasiga SMS, qo'ng'iroq, oddiy funksiyalarga mo'ljallangan. Ayniqsa rivojlanayotgan yangi bozorlarda 2003-yilda juda ham ommalashib ketgan. Agarda sizga shu kabi ma'lumotlar qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.